Bugungi temamiz mana shu o'zingizni yaxshi ko'rishni bilasizmi? Shunga bag'ishlangan. Chunki juda ko'p ayollar menga yozadi-da, o'zingizni yaxshi ko'rish deganda nimani bilmayman, ko'p psixolog aytadi, o'zingni yaxshi ko'r deydi. Xo'p, nima qilishim kerak deydi. Endi bu videoni boshlashdan oldin men ana shu tupikka tushib qolgan, hayotida ko'p muammolarni yecholmagan odam borgan sari xato ustiga xato qiladi. Yo bo'lmasa qarzga botib qolgan bo'lsa, o'sha qarzni yana qarzini yopmoqchi bo'ladi, boshqa yo'l topolmaydi. Yo bo'lmasa kreditga kirgan bo'lsa, yana kredit oladi, ikkita uchta joydan kredit oladi. Keyin ana u tupikka kirib qoladi. Shunaqa paytda qanaqa chiqib ketaman deb shu psixologga yordam so'raydi. Bunaqa paytda eng katta bir xatosi shu salbiy oqimga tushib qolgan bo'ladi. Aynan yuqori oqimga, yuqori vibratsiyadagi oqimga tushib qolish uchun uni yo'llari bor. Ana shu biz 1-fevralda webinar o'tkazmoqchimiz. Ana shu webinarga qatnashsangiz, shu oqimga kirish yo'llari, metodikalari o'rgatiladi. Endi mana bugungi temaga qarasak, mana o'zingizni yaxshi ko'rish deganda nimani tushunasiz deganda, birinchi o'zingizni yaxshi ko'rmasligingizni bilishingiz kerak. Qani, rostdan ham yaxshi ko'rmaysizmi? Undan keyin yaxshi ko'rish yo'lini o'rgataman. Birinchi hozir bitta mana bir ayol bilan ishlagandim. Dedi bir yoshi 32, 33, 34larga yaqinlashib qolgan bir yosh ayol aytdiki, shunaqa men problemadan charchadim. Shunaqangi boshimga shunaqangi katta bir yuk orttirishdi uyimdagilar. O'sha hech narsaga qiziqish qolmadi dedi. Nima ish qilasiz desam, men shu vagon meva olib ketaman Rossiyaga. O'sha yerda katta klientlarim bor, optoy bozorda men yaxshi pul topaman dedi. Men endi hozir dedi, qanaqa muammo desam, aytayotdiki, meni akam anaqa domda turolmaydi. Unga endi onam aytayotdiki, hovli olib berish kerak, chunki yuragi siqilyapti, akangga bir narsa bo'lib qoladi dedi. Endi qarasam, domini sotmoqchi emas, oldin hovlini olamiz, undan keyin mayli domni sotib keyin bir narsa qilishimiz mumkin deb, endi kenayman, akam ham menga shu hovlini narxini aytib o'tiribdi. Men ularga hovli qilib berishim kerak. Undan keyin bitta opam bor. Opamni xolodilniki buzilib qolibdi-da, mana borganda ko'rsatdim. Mana qanaqa xolodilnikda o'tiribman, men qara, mana постоянно erib qolyapti narsalar, buzilib qolyapti deb keyin borib menga katta qimmat xolodilnik ko'rsatdi, shuni olib berasan dedi. Undan keyin seni mana endi uzatilgan seni bor, yaqinda tug'ish kerak, unda ham borib o'sha частный radomga borib o'sha частный anaqada yotmoqchi vracham, o'tga men pul berishim kerak. Qizim endi sinimni ham shu endi kuyov unaqa boy emas. Singlim o'sha частный radomda turmoqchi, o'shaning uchun men endi unga harakat qilishim kerak. Vaqti charchab ketdim. Bundan tashqari men o'zim o'g'lim bor. Maktabga borish kerak. Endi maktabga onam olib bora olmayapti. Yoki maktabga boshiga bormagan, har doim onam orqasida yurgan. Undan keyin maktabga borgandan keyin maktabda shu yoqmayapti-da, bormayman deb yig'lasa, onam "Ha, mayli, o'qib nima bo'lasan" deb, "Bu hachaba bu 10-sinfni bitirish kerak, nima qilyapsiz" desam, "Yo'q, oldin sana pulni top, undan keyin mayli, bola bir narsa qilmaydi, kech bo'lsa ham boradi yana" deb, ana bolam maktabga borgisi kelmayapti, onam ham harakat qilmayapti. Nima qilishni bilmayman deyapti-da. Men bunga qarab, nimaga siz bu muammolarni yechishingiz kerak? Nimaga siz akangizga hovli olib berishingiz kerak? O'zingiz qanaqa katta bitta saroyda turasizmi desam, "Yo'q, men o'zimni uyim yo'q" dedi. "O'zimni uyim yo'q, men har doim shunaqa poyezdkadaman, har doim mana shu poyezdda ketaman, 5-6 kunlab men sutkalab shu poyezdda bo'laman. Ish bilanman. O'shaning uchun opam unaqa onam bolamga qaraydi. Endi lekin onamga bir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, ota-onamning uyi bu bilaman, biz 4 ta opa ukamiz, hammaga bo'linadi, menga hech narsa ham tegmaydi" deb yana kulib gapiryapti-da. Nimaga siz o'zingizni yaxshi ko'rmaysizmi? Nima o'zingiz uchun hech narsa qilmaysizmi desam, har doim shunaqa. Keyin u bolaligini gapirib berdi. Men bolaligimda dedim, kichkinaligimda menda har doim meni bozorga yuborardilar. Keyin bozorda men shu nima targovatsiya qilishni, nima qilishni yaxshi ko'rardim-da. Bu bozorda har doim 2 tiyin, 3 tiyin shunaqasiga qilib sekin-sekin pulni yig'ib men bozor qilib kelardim, ham o'zimga ekonom qilib pul yig'ardim. Keyin pul yig'gandan keyin bayramda uydagilarga hammasiga sovg'a olardim. Keyin ular shu kichkinaligimdan avvalgi kichkina pirojniy, undan keyin katta tort, undan keyin ularni kafelarga olib boradigan bo'ldim. Keyin deydi katta sovg'alar oladigan bo'ldim. Shu bilan uydagilar o'rganib qolgan. Men har doim shunaqa bo'lib kelganman deyapti-da. Ana bu unda noto'g'ri narsa ketyapti. Shu kichkinaligidan uni o'zini yaxshi ko'rishga o'rgatishmagan. Men nimaga o'zingizga narsa olmagansiz desam,
man onam aytardiku mana akangga ham qil, voy mayli ana seningga ham qil, ana opangga ham qil, mana shunaqa deb deydi o'rgatgan deydi. Hech qachon o'zimga pul yetmagan deydi. O'sha bu yerda ana kichkinaligidan shunaqa programma ketyapti. Bu ong ostidagi salbiy programma, birovlarning hojatini chiqarish, birovlarga yaxshi ko'rinish, ideal qolipga kirish, ana shu o'zini yaxshi ko'rmaslik, o'ziga juda ham past baho berish. Bu narsalar hammasi keyinchalik borib ana siz o'zingiz o'ylamasdan borib kimgadir sovg'a qilgansiz, ana oldingi pirojniy, keyin tort, undan keyin katta sovg'a, undan keyin hovli, undan keyin холодильник, televizor, shunaqa bo'lib, ana bu уже 35 yoshga yaqinlashyapti. Bu krizis srednего возраста deydi. Ana bu yoshda уже hamma noto'g'ri ketayotgan narsalar уже ko'zga ko'rina boshlaydi. Уже o'zini salbiy demak oqibat natijasini ko'rsatadi. Ana bu ayol уже depressiya tushyapti. Sababi o'shani qilishim kerak deyapti. Yo'q, siz sababi davaychi o'zingizga hozir akangizga hovlab berishdan ko'ra nima qilasiz? Uni parazit qilib o'zingizga zarar qilib uni parazit qilib o'stiryapsiz. U har doim shunaqa, domini ham o'zim olib berganman dedi. Undan keyin уже tushunarli, bu demak hammani hojatini chiqarish kerak, hammaga yoqish kerak. Ular mana yuz o'giradi agar shu narsani qilmasam deydi. O'giraversin dedim, o'girsin mayli, yuz o'girsin, nima qilibdi? Shunaqa qilib siz hozir o'zingizni hayotingiz ertaga onangiz uy ham bo'linib ketadi-da, ko'chada qolasiz. O'sha akangiz hovlisiga kiritdim desam, yo'q, keyin birinchi o'rinda haydaydi deyapti. O'zi bilib o'tiribdi qanaqa ahvoldaligini, lekin mana bu o'zini yaxshi ko'rmaslikka kiradi. Bu o'zini mana 35 yoshda krizis srednего возраста yaqinlashyapti, depressiyaga tushadi. Buni sababi bu yerda ong ostidagi salbiy programma. Bolaligidan shu narsa yozilgan. U o'ylaydiki, hayot shu, faqat shunda yashash kerak, shunaqa qilish kerak deydi, lekin ana 35 yoshdan keyin qanaqa narsa sizga noto'g'ri ketayotgan bo'lsa, bular hammasi borgan sari o'zini natijasini bera boshlaydi. Ana bu keyin уже atrof sizga qanaqa salbiy programma bo'lsa, atrof sizga javobini bera boshlaydi. Bu yoqda shunaqangi erga tegan bo'lsa, qaynona shunaqangi turmush o'rtog'i ham unga shunaqa javob beradi. U hammani xizmatini qilish kerak, lekin o'ziga kelganda hech narsa bo'lmaydi. Ba'zi ayollar bo'ladi, mana oylik oldim deydi, erimga narsa oldim deydi, qaynonamga oldim, ular yaxshi ko'rinishim kerak deydi, bolalarga oldim deydi, keyin uyga ham nimadir kerak edi, o'zimga kelganda pul yetmay qoldi deydi. Ana o'ziga kelganda pul yetmay qolishining sababi shu birovlarga yaxshi ko'rinish degan shunaqangi negativ programma bor. Demak, o'zini yaxshi ko'rmaslik bu keyinchalik ana borib hammaga yetadi, o'ziga kelganda pul yetmay qoladi. Ana keyin odamni mana shu o'zini energetik maydoni bor. Demak, mana shu salbiy programma bo'lganda qanaqadir o'zini energetik maydoni buga o'shunaqa odamlarni to'play boshlaydi. Atrofingizda bir necha shunaqa odam bo'lsa, demak bo'ldi, sizni energiyangiz o'shanga ketaveradi, o'shalarning xizmatini qilaverasiz, ularning hojatini chiqarasiz, ularning muammosini yechasiz, pulingizni ularga sarflaysiz. O'zingizga kelganda o'zingizni orzu havaslaringiz hammasi orqaga ketaveradi. Lekin uni tuzatish juda ham qiyin. Tushunib turibman deydi. Aqlim bilan ko'plar o'sha tushunadi, lekin butun hayoti energiyasi o'sha qarab ketgan bo'ladi. Keyin o'sha hujayralar ham, uni tanasi ham shunga o'rgangan, unga faqat shunaqangi odamlar yaqinlashaveradi. Uni даже nima deydi, hujayralari shu narsalarni o'ziga torta boshlaydi. Ya'ni endi o'zini yaxshi ko'rish deganda nima qilish kerak? Birinchi navbatda sizni vibratsiyangiz yaxshi bo'lishi kerak. Masalan, ayollar ko'pincha nima bizani quvontiradi? Bizani quvontiradigan narsa bu garderob. Demak, o'zingizga chiroyli kiyim, chiroyli qanaqadir bir libos olishingiz kerak. Kosmetika, yo bo'lmasa o'ziga masalan nima deydi, sochlarini chiroyli turmaklab, o'zini sochiga qarash, chiroyli prichoskalar qilish, yo bo'lmasa qanaqadir hobbilar bo'ladi, qanaqadir o'ziga energiya beradigan o'sha teatrga borish kerak, muzeyga borish kerak. Shunaqa qilib sekin asta o'ziga rohat beradigan narsalarni qilishga o'rganish kerak. Keyin mana shu internetda men ko'rdim, o'zini yaxshi ko'radigan va rostdan ham shunaqa ayollar bor ekan. Bir Anastasiya degan bir ayol bor. Nima deydi, u 120 kilogramm ekan. U shunaqa endi juda ham qiziq videolar oladi, shortlar oladi. O'shanda aytibdi-ku, nima qilibdi, даже ichki kiyimda turadi. Mayli ko'ringlar, men tanaman, men o'zimni shunaqa yaxshi ko'raman. U o'zini shunaqa qabul qilyapti. Lekin juda ham chiroyli kiyimlarni, shunaqangi chiroyli rasvetkadagi kiyimlarni ko'rsatyapti. Mana 120 kilogramm bo'lsangiz ham chiroyli ko'rinasiz deb, rostdan ham hamma kiyimlar o'ziga yarashgan. O'shani videolarni ko'rganda qaradim, ana bu ayol o'zini o'sha 120 kilogramm bo'lsa ham o'zini qabul qilyapti. Ana shu vesda ham shunaqangi semiz bo'lsam, men chiroyli bo'laman, men chiroyli bo'lishga haqqim bor deb shunaqangi veselый juda ham bir kuldirib o'sha videolarni olgan. Ana bu ayol rostdan o'zini yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rish deganda birinchi navbatda o'zingizni qabul qiling, qanaqa holatda bo'lsangiz. Ikkinchisi, mana bu meni studentlik paytimda bo'lgan.
man o'shandan keyin rostdan ham o'zimni qanaqa bo'lsam ham qabul qilishga o'rgandim, chunki man endi ruslar ichida katta bo'lganman, ular hammasi oq edida, man nima deydi, qora ham emasman, oq ham emasman, lekin qanaqadir bug'doy rang, mani qora deyishardi. Ты черный deganda man o'zi shunaqangi kompleks bilan katta bo'lganman, man qop qoraman deb. Keyin mana shu institutga kirganimda bizada bitta qiz bor edi. Juda ham qora edi, juda ham qora edi, lekin shunaqangi chiroyli kiyinardi, shunaqangi chiroyli sochlari, hamma narsasi leksiyada, hamma o'rislar ham, o'zbeklar ham hammasi ko'zi o'sha qizda edi. Qani bugun qanaqa kiyim kiyib kelibdi, bugun pomadasi qanaqa ekan deb. Menda o'shanda shunaqangi nima deydi, kompleks ketuvdi. O'shanga qarab xursand bo'lib ketardim-da. Voy, anaqa, men ham o'zimni o'shanda qabul qilishga o'rgandim. Ana shu qiz o'zini qoraligini qabul qilib, hech qanaqangi o'sha qora bo'lsa ham o'sha o'ziga mos pomadalar topardi, o'ziga yarasha o'zini shunaqangi tushlari, nima deydi, chiroyli sochlari, shu bilan hamma uni eng chiroyli qiz deganda o'shani ko'rsatardi, chunki u o'zini qabul qilgan, u hech qanaqangi uni ichkaridan unda o'ziga qattiqdir недовольный, o'zi qattiqdir yoqmasligini sezilmasdi. Ana keyin yana bu anaqada nima deydi, internetda bor, mana Arusiya xonim degan bir ayol bor, armyanka, u ham Rossiyada. Ana u ham juda ham semiz ko'rinishi, lekin shu Dubayga ham qatqadir borganda juda ham katta biznes bilan shug'ullanadi. Ularni qanaqadir bug'doy ekadigan o'zlarining shu dalalari bor, keyin un chiqarishadi, uylarni ko'rsatadi, juda ham hayotni yaxshi ko'radigan, shu mana bayramlarda ham mana archani mana qilib yasatdim, yo bo'lmasa bizani ertalab zavtrkimiz mana bunaqa, yo bo'lmasa biz bayramda mana bunaqa o'tiramiz deb nevaralarini ko'rsatadi, bolalarini. Keyin juda ham ular endi bizani deydi kolxoznik deb xeyterlar yozyapti deydi. Mayli kolxoznik bo'lsa ham, biz millioner kolxoznik biz deb. Endi ular bizdan dalani ishini qilganda, keyin o'sha o'zini juda ham ko'p pishiriqlari bor, o'sha pishiriqlarni ko'rsatadi. Keyin mana shu Dubayga borganda ko'rsatyapti, chiroyli kiyimlar olgan. Da juda ham semiz xotin, lekin shunaqangi o'ziga yarashgan kiyimlarni shunaqa ko'rsatyapti internetda. Mana shunaqangi chiroyli bo'lsa, chiroyli bo'lishi mumkin deb, ana u ham o'zini qanaqali bo'lsa, shunaqa qilib qabul qilyapti. Demak, birinchi navbatda siz o'zingizni anaqangizni, taningizni, o'zingizni ko'rinishingizni qanaqa bo'lsa ham qabul qilishingiz kerak. Undan keyin yana o'zingizni ehtiyojlaringiz qanaqa. Demak, ayol o'sha chiroyli kiyinish kerak, o'ziga qarash kerak, o'ziga o'sha kosmetika bilan hammasiga pul ajratib, birinchi o'rinda o'zingizga ajrating, undan keyin shu oila a'zolariga ajratishingiz mumkin, chunki mana kvantoviy fiziklarni fikri bo'yicha imkoniyatlar juda ham katta. Siz nimani maqsad qilib qo'ygan bo'lsangiz, o'shanga pul keladi deydi. Siz agar yo'q o'zingizga deb ajratsangiz, demak hammaga keladi, siz uchun pul tugab qoladi, pul kelmaydi. Keyin mana undan tashqari yana shunaqa bitta metodika bor. Bu siz kun davomida masalan o'zingizga 3 ta удовольствие, o'zingizga 3 ta rohat beradigan narsa qilishingiz kerak. Birinchisi, mana siz xohlagan, o'zingiz juda ham yaxshi ko'rgan bitta ovqat yeyishingiz kerak. Xohlasangiz borib ana juda ham o'zingiz xohlagan shu bitta pirojni olib o'tirib yeng, yo bo'lmasa bironta yaxshi mazali ovqat qilib o'zingiz uchun o'shani pishirib yeyishingiz kerak. Faqat boshqalardan so'rab nima ovqat yeysiz deb o'zingiz xohlagan narsani ham yeyishga o'rganish kerak ekan. Ikkinchisi, bu o'tirib kun davomida bir marta hatto bitta yaxshi filmni ko'rib, o'zingiz yoqtirgan filmni ko'rib, tinchgina, hech qanaqangi nima deydi, g'am tashvishsiz, bolalarni muammosini yechmasdan ana shu film ko'rganda ham odam чисто спокойно o'tirib, ichida как бы meditatsiya, bu ham sizga juda ham rohat berar ekan. Ana uchinchisi, bu har bitta odamda, har bitta ayolda o'zini bir hobbisi bo'lishi kerak ekan. Masalan, siz kuni bo'yi ishladingiz, charchadingiz, lekin kechqurun o'tirib, masalan, kimdir kashta tikadi, kimdir borib muzika eshitadi, kimdir masalan rasm chizadi, kimdir raqsga tushadi, muzika qo'yib, ana bu narsani qilish kerak ekan. Chunki sekin asta bu bilan siz shu o'zingizga bildirasiz, shu siz o'zingizni yaxshi ko'ryapsiz, o'zingiz uchun nimadir qilyapsiz. Keyin mana bayram bo'lganda mana ko'p ayol aytadiki, mana menga sovg'a berishmadi, men hammaga sovg'a qildim, menga hech narsa berishmadi, meni arzishmadi deb qanaqadir bir xafa bo'lishadi. Yo'q, bayram kelganda birinchi o'rinda o'zingizga sovg'a qiling. Birinchi yaxshi sovg'ani, eng qimmat sovg'ani o'zingizga oling-da, o'zingizni xursand qilib, ana undan keyin boshqalarga ham sovg'a berishingiz mumkin, lekin o'zini yaxshi ko'rish deganda ana birinchi navbatda odam o'zini o'ylaydi. Keyin agar mana bizani hayotimizni nimadan iborat desak, masalan, bir 100 ta yechakka bo'lsa, masalan, mana bizning karyeramiz, bu yoqda mana finans, bu yoqda oila, bu yoqda bola tarbiyasi, ana bu yoqda masalan siz uyingiz, masalan garderob, ana shularni oladigan bo'lsak,
hammasi sekin asta birinchi navbatda ana shu o'zizga kerakli narsani, sizga chiroyli o'sha kiyimni birinchi o'rinda o'zizga o'shani oling, undan keyin sekin oilaga, yo bo'lmasa karyerani esdan chiqarmang, hammaga xizmat qilaman deb ertaga bolalaringiz katta bo'lgandan keyin hamma ularda baxtli yashaydi, ular o'zini hayotini yashash kerak, lekin siz o'zingizni esdan chiqargan bo'lsangiz, siz orqada qolasiz. Undan keyin siz bilan hech kim maslahat ham qilmaydi, hech kim sizga juda ham siz xohlagan pulni ham bermaydi. O'shaning uchun karyera ham orqada qolmaslik kerak. Finans tarafdan ham mana ko'p ayol aytadiki, pulim yo'q, erimdan so'rashim kerak, erim pul bermaydi deydi. Yo'q, albatta finans tarafda ham siz o'zingizni pulingiz bo'lishi kerak. Har doim o'zingizni qanaqadir rivojlanishingiz uchun, yo bo'lmasa o'zingizni garderobingiz uchun, o'zingizni kosmetikangiz uchun, o'zingizni dam olishingiz uchun qanaqadir sizning mablag'ingiz bo'lishi kerak. Bu tarafda ham o'ylab har demak o'sha 100 ta yechakani mana shu o'zingiz uchun birinchi navbatda o'zingizni birinchi o'ringa qo'yib, agar shu rivojlanishni o'ylasangiz, sekin asta boshqalar uchun ham pul keladi, o'zingizni yaxshi ko'rishga o'rganasiz. Hurmatli obunachilar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlar qoldiring.